Matiz aytyapti. Matiz ketdi. Matiz 76 o'tib ketdi mana. Malibu ham tushdi, qarang, Malibu. 79 haydab o'tib ketyapti. Shu astaroq haydasa bo'lmaydi mana. 80 o'tib ketdi mana shu yerning o'zida. Mana bu ham tushdi. Volkswagen. 71 tushdi. Mana 82 tushdi, buni qaranglar. Elektromobillar rosa tez. Capital Bank, Nukus ko'chasi, Toshkent shahar, Mirobod bozoridan Piramid Towerga qarab ketishda turibdi radar. Sekinroq haydanglar, sekinroq. Juda ham ko'p radarga tushyapsiz. Haydovchilar, Toshkent shaharga kirdilaringizmi, bo'ldi. Bu yog'i 60, 65 yoki 55 haydab ketaversangiz bo'ladi. Juda ko'p radar, to'xtovsiz. O'sha yerda bundan 300 metr oldin znak ham turibdi. Rosa tez haydashyapti. Juda ham ko'p radarga tushyapti o'rtoqlar. Sal sekinroq haydaysiz. Mana bunaqa elektromobillar ham juda ham ko'p tez haydayapti. Yangi O'zbekiston bog'i tomonda ham aynan elektromobillar rosa tez haydashyapti. Shaharda ichida 70 bo'lish kerak yoki 75 bo'lish kerak deb ko'plar e'tiroz qilyapti. Na iloj, qonun shunaqa, qoida shunaqa. Shuning uchun 60, 65 haydayvering. 60 dan oshmang iloji bo'lsa. Birinchi videomizdan keyin o'zi avtomobillar sekinlashishni boshladi. Ko'plar mana 40-50 atrofida haydab o'tib ketyapti. Uncha tez haydamanglar o'rtoqlar. Spark egalari ham tushib radarga yana qaytib kelib, endi qolganlarni ogohlantirib turibdi, tushmanglar deb. Mana 72 yana Spark tushib o'tiribdi. Spark. Mana shu yerga radar qo'yilganiga 20 minutdan oshdi. Mana 20 minut ichida 20 ta shtraf